Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'ida joylashgan 8 sotik bo'lgan yerimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Bunga orientirda 3-maktabda orientir qilib olsak bo'ladi. Shu sotiladigan joyimizni qisqachagina obzorni qilib o'tib ketamiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Bemalol kelib ko'zlaring bilan ko'rib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Mana bu 3-maktab. Buni oldida esa mana Leon Print ishlab chiqarish zavodining asosiy binosi va ro'parada g'iz zavod mavjud. Mana bu yerimiz yo'l bo'ylab umumiy 23 metrga, eni 35 metr. Bu yo'limiz asosiy Ing'ircha qishlog'iga kirib ketadigan yo'l. Mana ro'parada Yangi Qo'rg'on-Qo'qon avtomobil yo'lidan примерно 800 metr kirganda, Kamar svetoforidan 800 metr kirganda o'ng qo'l tarafda joylashgan yerimiz. Ichlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerimizning ko'rinishi. Bu joyimizni har qanday maqsadda foydalansalaring bo'ladi. Birorta bir tadbirkorlik uchun joy yoki yashash maqsadida foydalansa ham bo'ladi. Katta yo'lni bo'yida joylashgan, albatta. Xohlagan bizneslaring yuradigan joyda to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Bu joyga uy-joy qilaman degan insonlar uchun ham xohlagan proyekt bilan qurilish qilib yashash imkoniyati bor yoki birorta bir ishlab chiqarish maqsadida foydalansa ham bo'ladi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p joylarni obzorni qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.